Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Bugun hafta kuniga chorshanba, 2026-yil 4-mart. Biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkalarini boshladik. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Videolarimizni boshida eslatib o'tamiz. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Videolarimizni yoqsa like bosib, kanalimizni podpishka qilib, mana shunaqa hunojim boqaman, Shvetidan boqaman deydigan do'st birodarlarga podpishka qilib tursalaring, albatta bu yaxshi bo'ladi kanalimiz rivoji uchun. Bugungi Xudo xolasa 14-15 ta hunojimda video obzorini qilib beramiz. 7 ishtilari bilan sog'liklari hamma yo'g'i yaxshi ekan, sinovdan o'tdi. Demak, boshladik. Oldi tomondan ko'rinishlarni ko'rib chiqdilaring mana. Bo'ylari 90 cm dan 110 cm gacha hunojinlar keldi, lekin bu safargi hunojinlar hammasi xudo xolasa yaxshi. Sifati ham, gavdavoshi ham bemalol tavsiya qilaveramiz. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqaga chiqishlaring mumkin. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo tekin. Boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda. Bu yerda hozir bitta novvochchamiz ham bor. Qolgani hammasi hunojin. Novvochchamiz ham bo'yi 1 metr plus. 7 ishtilari zo'r. Mana shu novvochcha o'ta yaxshi variantidan, o'g'irdan kalla ko'tarmasa ham. Oriqrog'i, lekin oyoq qo'l uzun, polvon narsa. Evet. Hunojinlar mana shu birinchidagi ham hunojin bo'yi 1.5 1 plus chiqadi. Endi 1 plus olaveringlar. Narxi keladigan bo'lsa 10.600.000 so'm dastlabki xizmatlari bilan. Novvochchani 12.800.000 so'm narx aytyapmiz. Azina xayrini qilib beramiz. Hop, ikkita qirg'iz hunojinimiz kelgan. Toza vajlar. Mana busini 12.300.000 so'm qilib beramiz. Oxirgisi kami yo'q. Bo'yi 1.5. Mana busini 11.5 million so'm. Bo'yi 1 plus buni. Ko'rib turibsizlar, yaxshi boqaman degan odamga tavsiya qilamiz mana shularni. Mana bu yerda ham qizil estonimiz bor. Bu ham zo'r. Bo'ylari 1 plus buni ham 7 ishtilari yaxshi. 10.300.000 so'm narxi. Kelishtiradigan joyi bor, ozroq ko'pmasa. Buni ham dastlabki xizmatlari bor. Hop, 8.5 million so'mdan mana bu 4 tasini qilib beramiz. Bir joyga olgan odamga. Bo'ylari 90-95 cm. 7 ishtilari ham zo'r ekan, kamchiliklari yo'q. Yana bir bor manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Hop, mana bu yerda ham hunojinlarimiz bor. Ular ham yaxshi variantida. 9.200.000 so'mdan 1 plus bo'ylari mana bu alohida video qilib berdi deydi odamimiz. Alohida video qilib beraveramiz. Toza narsalar. Yedi ishtilari ham zo'r ekan. Oqtim chun narsa. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqaga chiqishlari mumkin. Shuning bilan bugungi video syomkalarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda uchrashlik siz-u bizlarga nasib qilsin. Hammalarimizni xonadonimizda, chorvalarimizga, qilayotgan ishlarimizga Allohdan fayz baraka tilab qolamiz. Fayz baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishlaringga omad tilab qolamiz.